Xo'p, mana shunaqa uylar o'zi nimaga qimmat chiqadi o'rtoqlar? Asosan bu ustalarga bog'liq. Agar ustalar men ustadan qanaqa tanlayman desanglar, agar usta kelib turib, menda aka arzon desa, men o'sha ustadan sira qo'rqish boshlayman. Menga arzon usta kerak emas. Menga qo'li gul usta kerak. Ustalar o'zi agar ustalar bilan talashib, arzon qilib ber, u yoq bu yoq desangiz, bu narsa odamni ishlash ishtiyoqi, stimul deymizmi, tushib ketadi. Tushib ketgandan keyin ertaga bu narsa boshqatdan qilib bermami, pedal qilib ber desa, shundoq tashiydi-yu ketib boradi. O'shaning uchun men usta tanlayotganda hech qachon narxiga qaramayman. Usta, meni fikrimcha, ustani narxini bozor belgilash kerak emas. Ustaning narxini ustani o'zi belgilash kerak. Tushunyapsizlarmi? Chunki misol uchun rassom rasm chizgandan keyin o'zi narx qo'yadi-ku rasmiga. Bu ijod mahsuli deb turib. Xuddi shunaqa narsa usta ham o'zi narxini o'zi belgilash kerak. Arzon ustalardan qochsanglar, mana shunaqa chiroyli, ideal, shu detallariga e'tibor berilgan narsalar chiqadi. Hech qachon ustadan pul ayamanglar. Materialdan ayishingiz mumkin, chunki materialning million xili bor.